Respublika Gidrometeorologiya markazi ertaga 16 dekabr kuni qanday ob-havo kuzatilishini ma'lum qildi. Assalomu alaykum. Kanalimizni birinchi bor ko'rib turgan yaxshi insonlardan kanalimizga obuna bo'lishlarini va videoga like bosishlarini so'rab qolamiz. Ertaga 16 dekabr kuni Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechqurun biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 1 daraja sovuq, 1 daraja iliq, kunduzi 7-9 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qor yog'adi. Harorat kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Buxoro viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Navoiy viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechga tomon ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand, Jizzaxda havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechga tomon ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechga tomon ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Surxondaryo viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 0-10 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti bilan qor yog'adi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Toshkent, Namangan viloyatlari tog'oldi hududlarida qor ko'chishi xavfi bor.